Assalamu alaikum. Aziz, muhterem ve suyumlik Şarkı Türkistanlı qarindoshlarım. Yana bir qitim yüz görüştüğüge Allah'a hamdülillah olsun. Hemmanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Qarindoshlar, xabaringlarda bo'lish kerak. Men başka sabdoshlar bilan birga Yevropa safariga ketganlikdan orliq bir oz uzrab ketdi. Tunigan qaytib keldim va bugun huzuringlarga chiqyapman. Oldi bilan qarindoshlar, bu qitim Yevropa safarida Fransiyada bir o'g'limizning bana qilgan bir sovg'isi var. Bu sovg'ini hammanglarga o'rtoqlashaman. Bu o'g'limiz Etka jamisini sızıptı. Bu sızgan resmini bana sovg'at qildi. Allah muradi maqsadlariga yetkizsin. Aql parasetlik çoğun olsun. Amin. Yana Fransiyada yana bir qizimiz bir sovg'at taqdim qilgan. Bu sovg'inimi jamoat bilan o'rtoqlashaman. Bu qizimizga Allah aql paraset ato qilsin. G'oyalik etiqodli cho'ng'lig'ini nasib qilsin. Allah ulardan razı olsun. Endi bugungi suhbatni boshlayman. Ko'rayotganinglardek mavzumiz qanasizlar ey xalq saylamchilari. Bunda bir mavzuni qo'yib, bu gapni qilishimga mecbur qilayotganlar atalmış xalq saylamchilari. Shuning uchun bu mavzuni ishlatdim. Sharq Turkiston surgundi hukumatining navbatdagi qurultoyi uchun millat vakili saylimi elib berish ishlariga haydakchi va ko'zlamchi bo'lish uchun atlangan Yevropa safarimizdan ta'siratim shunday. Xalqimizga ma'lum bo'lgandek, biz bu safarda navbatdagi saylovni texnik ko'proq qarindoshlarga uqtirish, buning uchun ko'proq davron paydo qilish orqali odam jalb qilishni ko'zlagan bo'lsak, bir tarafdan surgundi hukumatga xiris qilayotgan yangi nusxa o'yinning artistlarining kimliklarini ko'rib bakmoqchi edik. Yani atalmış xalq saylimi lotları bilan o'tirdi fitna manbasi bo'layotganlarning tilidagi xalq deganning zoti qanday ranglik ekanligini bilmoqchi edik. Oshkora uqtirish chiqarilgandan keyin agar bu xalqning boshqacha niyati bo'lmagan taqdirda uqtirish bo'yicha ko'rsatilgan adresga kelib saylom yig'ilishiga qatnashsa ve özü yaramlık deb bilgan kishilarni nomzodlikka ko'rsatsa bo'ladi. Demokratiyadan damuribli turadigan bu jorchilar og'zidagining aksicha oshkora xalq yig'ilishlarida ko'rinolmaydigan kishilarmidi? Yoki ko'z ko'rinmaydigan u xalqlardanmidi? Erkinci Ahmetning hikoyalar to'plamini o'qiganmidinglar? Şunun da bir hikaye var. O xalqlar deydilar. Xalqimizda o xalqlar degeni ko'zga ko'rinmaydigan jin shayotlar. Yoki biz kezgan davlatlarda bu xalqlardan birisimi yo'qmidi? İşqilib 15 günlük safarimiz jarayonida kezgan 5 davlatda bir xalq uchirmadi.
100 turanı meydanda görünelmeydigan bu xalaqlar atalmış xalq sayılımını qandaq şekilde qiladigandı? Kimlikini ma'lum qilmasdan mavhum ismlardagi hisoblar orqali tordi qilmoqchimidi? Yoki ular texmi dabdabilik holda ma'lum davlatda to'planadigandir. To'planish yüzlerini aşkarı gösterişten kaçadigan bu kişilerin işini yaraması gerek. Çünkü ular yüzü kızarmasdan xalq degan ismini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa-mu, jarchilar va chapanchilarning hammasini qo'shgandimi, barmoq bilan sanab bergidekla az bir uchun ayg'oqchilar bo'lib, tor dunyosida nihoyat ko'pdek ko'rinadigan bilan ma'lum joyga to'planadigan bo'lsa, tordikidek 1, 2 yoki 3 bo'lib ko'ringili bo'lmag'achqa, echanarliq darajadagi bir uchumliqi. Ya'ni torda bir odam 2, hatta 3, hatta 19 bo'lib ko'rinalaydi. Ammo bir yerga to'plansa, unda ko'ringili bo'lmag'achqa, echanarliq darajadagi bir uchumliqi monumentda oshkorlanib qoladi. Şunu benim için ma'lum bir devlette herkes toplanmaydı. Her devlette ayrımlı toplanmaydı. Çünkü ularda görüngüdek yüzü yok. Ma'lum joyga kelinglar, saylam qilamiz deyilsa, ularning ozg'un chaqiriqiga ovoz qo'shib, yiroq yaqindan kelib qatnashish ehtimoli bo'lgan xalqmi yo'q. Şonunda qattida şeirisi eçilip kalırgan usullarının hiçbiri işlerine yaramaydı. Ondaqten torda elip verişini teşebbüs kılıdı. Çünkü mana bu usul ularning işine yaraydı, bu usul bilenle ular köp sallık bulalaydı. Ta Beijing'den Xotengiçe her yerden avaz berişke qatnaşadiganlar chiqsa, kimning kim ekanligini bilgili bo'lmaydigan mushunda bir dash qaynaqdilar, ular ko'zlagan xalq nomiga loyiq son qazanalaydi. Haqiqiy xalq Sharq Turkistonning siyosiy taqdiriga haqiqiy ko'ngil biladigan Sharq Turkistonliklar ashundoq bir atalmış saylanning natijasini qabul qiladi. Qabul qilsa, bu hakikaten mi, burnu turup mu, pok yiygendekle bir iş bulur. Kabul kılmasa, bu yıl kirgenden beri oturdu palakışıp yürgen ve hatta Van Kemper degende şereflik namlağı erişken tirişçallarının emgiki beka bulup gidip. Biz Şark Türkistan sürgün hükümeti aşındak bir saylamını itiraf kılandık. Közlü konuda bundak bir saylamını fakat aklı döndüsü getip kağa adam mı, test qabul qilgideklar. Mana men deb turgan düşmanlik tursa, düşmanning sirdilik kirvelishiga shuncha fursat qozondirdigan bundaq bir atalmış xalq saylamiga qandaqmi qo'shilamiz? Biz xalqqa mas'uliyatimizni unutib qolmadik. Sharq Turkistonning kelgusi avlodlari oldidagi burchimizni unutib qolmadik. Shundoq turib düşmanning chirig'iga moy quyib turadigan bundaq bir do'tlikni hargiz sodir qilmaymiz. Xulos kalam, düşmanning bu qatimqi xalq saylami o'yini sharmandilarcha mag'lub bo'lish qismatidan qochib qutulolmaydi. Agar ular ayg'oqchilardan bo'lmay, shayton yoki jinlarga o'xshash kishilarga ko'rinmaydiganlardan bo'lmagan bo'lsa, dunyoning har qaysi joylaridagi real kishilar, Sharq Turkistonliklar orasida yashayotgan konkret kishilar bo'lgan bo'lsa-ki, hech bo'lmagandimi 5 davlatning birasida bo'lsa-mu, qarshimizga chiqib, jamoat to'plangan so'rinda yuzini ko'rsatgan bo'ladi. Bu shu saylanlarda o'zi yaxshi ko'rgan kishilarni ko'rsatgan bo'ladi. Shu men bugungi bu so'zimga qanasizlar ey xalq saylamchilari deb mavzu qo'ydim. Qayerga edinglar ey saylamchilar? Qaysi toshning tagida qilib ketganinglar? Sizlar real kishilarmi yoki ko'zga ko'rinmas jin shayotinlarmi? Nima uchun har qaysi davlatlardagi yig'ilishlarning birasiga kelmadinglar? Uqtirishlarni ko'rmay qoldinglarmi? Birasini ko'rmay qilishinglarmi bu tamoman ehtimolli bo'lgan bir ish. Ammo hammanglarni birdek ko'rmay qilishi mumkinmi? Nima uchun jamoat to'plangan yerda o'zinglarning bilimlarini bazoq silishdan tortinib qoldinglar?
Nima uchun Tanrı'nın akışığı ötüp edip taş etişini devam kılısılar? Rast adam bolsanlar, közük görünmez cin şayatın bulmasanlar. Her devlette yoki ma'lum bir devletde toplanıp bekanlar. Xalq kimligimlarni uçuq ko'rsin. Petan alamsizlar. Ba'zi umutsizlarning deyishicha Fransiyada jidal chiqib ketganmish. Jidaldan keyin tortilgan o'qchi rasmni qanday tushunish kerak? Jidallashganlar qandaqmi o'qchi rasmni tushsin? Nima uchun yig'ilishga qatnashganlardan bir so'z demay, Amerikadagi bir sobiq kommunist bu tuhmatni ko'tarib chiqdi. Bularni o'ylab ko'rsaklar, yolg'onchilikning uchun pardasi ochiladi. Mag'lubiyat qosh bilan kirpik orasidagi yaqinlashib qolganligini sezgan dushman yaloqchilari Xitoy g'olchilari o'ltiramay qilyapti. Ularning bichorlar chaqiriqlariga ovoz qo'shayotganlarning kimliklariga qarasaqlar, bularning kim uchun shuncha fikrlayotgani ma'lum bo'ladi. To'lg'an odamning hammasi birdek munofiqligini, Xitoyga ishlaydiganligini biladigan shaxslarning saylanchilarga tarafdor ekanligining o'zi va bu ishning Xitoy uchun naqadar muhimligini isbotlaydi. To'g'ri to'kilayotgan atalmish dalillar isbotlarning razg'amalla ekanligi biror yangi shalpaqini topolmaslikdan 4 yil avval bozorga silinib, xaridarsiz qolgan ko'ni mallar ekanligimi ish og'rig'idek bichorlikdir. Bu beçarlık aynı vakitte şunçilik yüzü qilliq ki, bu yüzlerinin terisinden çam işlense, Abdixaliqninkini besip tushgidek süpetlik çam bulduğanlıqımı aqlga keladi. Burun biz Mehmet Toxtu'nun yüzü terisi de çam işlese, bek süpetlik çam buludu degettik. Ya bu Mehmet Toxtu bilalli çeklenmeydiken bunda süpetlik çam ne? Ya bunda çamga yaraydigan yüz terisi va odamlar hali ekan. Biz her davlatda jamoatga saylan haqida so'zlaganda xalq saylanchilarida ko'zda tutilgan xalqdan oranglarda bormi deb so'rab turdik. Hech bir davlatda bu xalqdan yo'q ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu marhum xalq biz taraz qilgandek Bejingdagi, Urumchidagi, Qashqardagi xalqmidi? Yoki ko'z ko'rinmaydigan jin shayotinlarmidi? Bu xalq saylamchilari bu xalqning kimliklarini oshkorlay oladi. Atalmış xalq saylamchilarining yana bir rezilligi shuki, masalani yurtvozlik ziddiyatiga tortishi. Ularning tuzguchilar emas, nomussiz buzg'unchilar ekanligining bir dalilidir. Bu xildagi buzg'unchilik Xitoylarning millatimizni parchalash maqsadlik aramizga chachgan fitnasi. Ruhimizga singdirgan eng iflos zahridir. Qarindoshlar, kimiki biz uchun tabu bo'lgan bu fitnani o'tirg'i chiqarishga urinir ekan, ishonch bilan uni Xitoy g'olchisi deyishga bo'ladi. Endi ular deyotgan olti hukumat safsatisi ko'z tutilgan kampirning chaqiriqiga ovoz qo'shgan yaxshi niyatli janoblarning kimliklarini yana bir qatim xalqimizga bildirib qo'yishga to'g'ri kelyapti. Gerçi bu haqdagi aniqliklarni ilgari bir necha qatim tunishtirib o'tgan edim. Xohlagan qarindoshlar mening video kanalimdan hukumatdagi islohotga aloqador tunishtirish videosini ko'rib qolsa, dalil isbotlarni ochiq ko'ra olasizlar. Shunday bo'lsin, bu yerda ular haqida yana bir qatim tunishtirishga majbur bo'layapman. Ana Yusuf, qarindoshlarga hammadan tunish bo'lgan bu kishining bir hukumat ekanligini qanchalar e'tirof qilasizlar? Bu kishi o'zi tasdiqlagan Sharq Turkiston surgun hukumat asos qonuniga xilof qildi va vatanga qaytib, Xitoy istixborotining qizg'in kutib olishiga erishganligi uchun hukumatdan chiqarib etilgan bo'lib, o'zchan holda hukumatni obro'sizlantirish teşviqat dolqunining basmoyisi bo'lib kelmoqda. Saylanchilar da'vatdan hukumatlardan biri bu kishi bo'lib, uning hech qanday ish harakati o'tirdi ko'rinmayotgandan boshqa Ülük kaldı bo'lsa-mu, hukumat apparati deyishga bo'ladigan hech narsa yo'q. Bir shaxs. Ikkinchisi Ismoil Chingiz. Bu sobiq bosh ministr ikki qatorliq vazifa muddati to'shqandan keyinmi yana joyidan qimirlamay, uchinchi qatorliqni davom qilayotgan chog'da ko'rilgan bir munch satchiliklar tufaylidan hukumatdan qo'llangan. Bu davachi hukumatning rasmiy tili bo'lgan Uyg'ur tilini chala bilgandan boshqa rasmiy yoziqimizni hech bilmaydi.
Hatta o Uyghur yazıqını Arapça deb ataydı. Hükümet iş qarzi deb atalgan varaqның beşidiki resmi xatlarning Uyg'urchasi deyilgan xatlar Uyg'urcha emas. Arapça emas. Okunaqsız belgiler bulup, yüzü Uyg'urcha bilmegechga bu okunaqsız narsani Uyg'urcha deb o'ylab, shu bo'yicha yillar o'zida ishlativergan. Nomus. Hükümetning obro'yi uchun haqorat bo'lgan bu qiliq, bu kishining butkul vazifa muddati ichida shu bo'yicha davomlashib, hükümet degan atalg'i qir surkalgan. Hükümet tamg'isida deb ishlatib yurgan bir nimasida hech Uyg'urcha yoziq bo'lmagan. Bular haqqida berilgan tanqidni qabul qilmay jidal chiqargan. Shunga qaramay uning xatoligini e'tirof qilib tuzatib olish kutilgan bo'lsa-mu, bu yetmagandek vatanimizni Xitoyning avtonomiya rayoni deb atagan va buning xato ekanligini qabul qilmagan. Mana shunday xatolar tufayli hukumatdan qo'llab chiqarilgan bo'lib, bu kishining hukumatga qayta yaqinlashish huquqi mangulik yo'qolgan, da'voga aloqasi bo'lmagan bir shaxs. 3. Abdulg'afur Qaraxon butkul chet el hayotida Sharq Turkiston uchun qilini qimildatgan birisi emas. Aksicha Xitoy elchixonasining doimiy mehmoni. Mehmon bo'lib yurgan kishi. Ataqli munofiq Sabir Bug'roning Istanbulda qurgan Jungo savdogarlari jamiyatining qurg'uvchi a'zosi. Mana shu sababdan hukumatdan qo'g'lab chiqarilgan. Erkin Abdülhamid yoki Abdülhamid Erkin neyse. Bunun ismini aralashtirib yutaman har doim. Bu Erkin Abdülhamid Dokning chapanchilaridan bo'lib kelgan biri bo'lib, hukumatni kontrol qilish maqsadi bilan hukumatga yaqinlashgan va bir jumlatla mustaqilchi bo'lib olgan. Shug'ulisi uning atalmish hukumati matbuotda uch holda Uyg'ur qurultiyining himoyasi ostidagi hukumat deb atalgan. Bu Abdülhamid Erkinning Fransiyadagi ommaviy asosini surishtirsaklar, uning hukumatlik iddaosining naqadar kulkulik bo'lganligi bilinadi. O'tmish qarang'i bir buzg'unchi. Mazkur buzg'unchining ham tavoqlaridan biri bo'lgan Talipu Atajian bo'lsa, xonachisi Xitoy Kompartiya a'zosi. Uyg'urchani tuzuk bilmaydigan va hech yozolmaydigan bir bichara. Xitoylar bilan oila beg'i bo'lgan bir jamiyatning o'g'li. Erkinning yana bir aktiv emtavaqlardan biri Mahira G'ofur bo'lsa, o'tganda bir qarindishimiz tarafidan yo'llangan videoda deyilgandek, Anqaradagi Urumchi restorani va Beyjingdagi Almayit bag'ilnishlar bo'lgan bir tijmal. Bulardan boshqa dumbaxchilarning ba'zilari butun Qashqar viloyatiga tunishliq bo'lgan Xitoy josusi, sovuqqan qotil kimsalardir. Men bularning 6 da'vatkorlaridan faqat shunalla bildim. Hatto menga nasihat qilgan ma'lum bir saylam dumbaxchisidan 6 hukumatning qaysilar ekanligini so'raganimda, u faqat 4 kishini sanay olgan edi. Shu chaqda men bu kishidan o'zimni sanab berolmaydigan turib, "Nereden topding bu oltini?" deb so'ragan edim. Qaraganda buningdan boshqalari so'mk shirkati degandek so'mkidan chiqadigan hukumatlar bo'lsa kerak. Ishga hukumat kerak emas. Bu chaqiriq. Saylamchilarning bir chaqiriq ekan. Ishga hukumat kerak emas. Kerak emas bo'lsa bizga kerak emas. Senler yani bir hükümet kuruluşunu kılışmasanlar, bu yerde fakat bir hükümet buluyordu. Allah kaçan gün tertipte yukarılarını pasık sünekler aslında terip çıkışılar, senler üzüm. Ve hükümet kurmakçı buluvatkallarını senler. Ondayken ne bile dava kılışsın? Sen zuvarlarını yıksan, düşmanlıkını toktatsan da bu yerde bir hükümet var. İşte mi? Mana shularni hukumat degichilar, bularni Sharq Turkiston davosiga foydasi bo'ladi degichilarning kimliklariga diagnoz qo'yish har bir aqligisining ishi. Mana shu faili majhul shaxslar qilchilik milliy g'ururi bo'lmagan bir xotinning boshlamchiligida Sharq Turkiston xalqining birdan-bir surgunda hukumatini faoliyat qilib tugatmoqchi. Bularga raddiya berishmi, ergishishmi, har kimning o'z tanlashiga bog'liq. Men faqat shuni deyman. Meyli mevcut olay bu hükümette, ya ki men düşmanın arzu kıyığını dek yok olay,
qat'iy nazar sürgün hükümet mevcutluğunu devam kılıdı. Saylamçılar mağlubiyetlik takdirinin kutulanmaydı. Bunu aniqlab qo'yay. Qarindoshlar, bugun ashaqchi deb turay va bu saylamchilar haqida bu mening oxirgi gapim. Oxirgi ultimatum, oxirgi ogohlantirishim. Endi avara olmayman. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Allah hammanglarni sağ salamet qo'ysin.